Bismillahirrahmanirrahim. Qissasun nabiyina lil atfal. Bugun ilgirki darslarning davomi Mav'izatus sijin degan yakaptimiz. 9-chi Mav'izatus sijni. Turmidagi vaz nasiyat. Yusuf turmaga kirdi va turmidagi kishilar hammasi Yusufningki nihoyat isil bir yosh ekanligini bildi. Va Yusufda nihoyat katta ilm borligini ham bildi. Va yana Yusufning ko'kragida nihoyat mehribon bir qalbning borligini bildi. Turmadagi kishilar Yusufni nihoyat yaxshi ko'rdi va ular uni hurmatladi. Kishilar Yusuf bilan nihoyat xush bo'ldi. Yusufdan nihoyat xush bo'ldi, suyundi va uni kattaladi, hurmatlab kattaladi. Yusuf bilan birga turmaga 2 kishi kirdi. Va u ikkisi Yusufga o'zlarining tushini so'zlab berdi. Qassa degan so'zlab berdi. Va u ikkisining biri dediki, haqiqatan men o'zimni aroq siqiyotgan ko'rdim. Yana biri men o'zimni beshimning ustida non ko'tarib olgan. Va qushlar u nondan yeyotgan ko'ribdim-a. deb shunday dedi. U ikkisi Yusufdan tushlarining ta'vilini, ya'ni ta'birini so'radi. Yusuf tushlarning ta'birini biladigan tush ta'biriga olim edi. Yani biladigan kishi edi. Yusuf payg'ambarlardan bir payg'ambar edi va uning zamonasida insonlar Allohdan boshqa narsalarga ibodat qiladi. Ular o'z ko'nglidan chiqarib o'zlaricha nurg'ulg'an Rablarni, nurg'ulg'an ilohlarni yasab olgan. Va ular bu quruqlikning Rabbi, bu dengizning Rabbi, bu rizqning Rabbi va bu yomg'irning Rabbi deb mushta deyishadi. Yusuf ashning hammasini ko'ratdi va kulatdi. Yusuf ashlarning hammani bilatdi va yig'laydi. Yusuf ularni Alloh taolo tarafga da'vat qilishni xohlaydi. Alloh taolo shu ishning, yana shu da'vatning turmada bo'lishini iroda qildi. Turmadagilar vaz nasiyatga loyiq emasmi? Turmadagilar rahim shafqatga, mehr muhabbatga loyiq emasmi? Turmadagilar Allohning bandalari emasmi? Turmadagilar odam bolalar emasmi? Yusuf turmada edi, lekin u hur, jur'atlik edi. Yusuf nomrod edi, lekin u mard, sexiy edi. Chunki payg'ambarlar har zamon, har vaqt, har joyda haqni ochiq oshkora o'ttirib qo'ydi. Chunki payg'ambarlar har zamon, har vaqt yaxshilikqa sexiylik qiladi. 10-chi hikmatu Yusuf'a. Yusufning hikmati. Yusuf o'z ko'nglida mundaq dedi. Ehtiyoj bu ikki kishini menga avatibdi. Hojatman kishi degan qalbi yumshoq bo'ladi va o'zini tuban tutadi. Hojatman kishi degan itoat qiladi va anglaydi. Agar men u ikkisiga bir narsa desam, chuqum anglaydi va turmadigilarmi anglaydi. Lekin Yusuf lam yasta'jil, aldirmadi. Balki u ikkisiga mundaq dedi. Men sizlar ikkinglarga tamaqanglar kelishdan ilgari tushning ta'birini aytib beraman. Va u ikkisi o'ltadi va ko'ngli xotirjam bo'ldi. Ondan Yusuf u ikkisiga mundaq dedi. Men tushning ta'biriga olim. Mana mushu Rabbim menga o'rgatgan ilmning qatoridandir. Shuning bilan u ikkisi xush bo'ldi va ko'ngli xotirjam bo'ldi. Va huna dal mushiyada Yusuf fursatni topdi. Ya'ni da'vat qilgan fursatni topdi-da, o'zining vaz nasiyatini boshlab o'tdi.